Bismillahirrohmanirrohim. Olamlar Robbi bo'lmish Alloh azza va jallaga behad hamd sanolarimiz bo'lsin. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga bitmas, tuganmas salovatlarimiz bo'lsin. Sahoba-i kiromlardan Alloh azza va jalla o'zi ulardan rozi bo'lsin. Xususan biz mo'min musulmonlarni bilib bilmay qilgan xatolarimizni o'zi mag'firat aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Ramazonni ham 9-kuniga, 9-darsligiga siz azizlar bilan 100 xotirjamlikda ko'rishib turibmiz. Alloh taolo tutayotgan ro'zalarimizni dargohida qabul etsin, gunohlarimizni mag'firat aylasin. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlaymiz ekan darsligimizni o'zi kesik qilib qo'ymasin. Ya'ni payg'ambarimizning hadislarida keladiki, yolg'on qo'shilib qolayotgan bo'lsa Alloh azza va jalla o'zi kechirsin. Ishlar bismillah bilan boshlanadi. Bismillahsiz bu ish kesikdir deb aytiladi. Til qanday ro'za tutadi? Tilni faqatgina bekorchi narsalardan yuz o'girganlargina biladigan ro'zasi bor. Uning ro'zasi Ramazon ham boshqa oylarda ham davom etadi. Lekin u Ramazon tarbiya topib odam odob o'rganganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muaz radhiyallohu anhuga men buni tiygan deb tillariga ishora qiladilar. Shunda Muaz radhiyallohu anhu biz gapirgan narsalarimizdan ham tiyilamizmi yo Rasululloh dedilar. U zot onang seni yo'qotsin ey Muaz, insonlarni do'zaxga faqatgina tillarining hosili yuztuban yiqitmaydimi dedilar. Tilni zarari katta va uning xatari ulkan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu tilni ushlab yig'ladilar va mana shu meni tilim o'rinlagan, mana shu meni turli o'rinlarga tushiradi dedilar. Til zararli vahshiy hayvon, chiqadigan ilon va yonib turgan olovdir. Shoir aytadi: tiling ila insonlar ayibin eslatma aslo, sening boring aybu insonlar esa til. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan tillariga qarab shunday deydilar: ey til, yaxshilikni gapir, o'ljani qo'lga kiritasan yoki sukut saqla, salomat qolasan. Tilni fahshdan tiygan, g'iybatdan saqlagan, lag'vdan to'sgan va haromdan hibs qilgan musulmonni Alloh rahim qilsin. Aytilayotgan lafzlarni hisob-kitob qilgan, o'tayotgan lahzalarda e'tibor qilingan nuqtani to'g'rilagan va gaplarni o'lchab gapirgan kishiga Alloh rahim qilsin. Alloh taolo aytadi: u biror so'z aytmas magar huzurida farishta hozir u nozir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: kim mening ikki soqol orasidagi narsa va ikki son orasidagi narsaga kafil bo'lsa, men unga jannatga kafil bo'laman. Salafi solihlar kitob va sunnat odobi bilan xulqlanishganda har bir lafz va gaplarini e'tiborli bo'ladigan bo'lishadi. Ularning nuqtalari zikr qilishlardan iborat va sukutlari tafakkur edi. Yaxshi insonlar yakkayu yagona zotning ko'rib turgani, bilgani sababli tillarni uning zikri va shukriga ishlatishar. Yomon, behuda va fahsh so'zlardan tiyilishardi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: yer yuzida tildan ko'ra uzoq hibsda saqlanishga qattiqroq narsa yo'q. Tilni erkin qo'yib qo'ygan shaxs qanday ro'za tutadi? Tilni aldagan, g'iybat qilgan va yolg'on gapirgan kishining ro'zasi qanday ro'za bo'ladi? Hisob kuni esdan chiqarib, insonlarni so'kib, ularga ozor bergan kishining ro'zasi qanday ro'za bo'ladi?
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, komil musulmon musulmonlarning tili va qo'lidan omonda bo'ladigan kishidir dedi. Islom amal, tadbiq, manhaj, bo'ysunish va taslim bo'lish emasmi? Albatta Alloh taolo aytadi, Qala ta'ala wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsanu innash shaytana yanzaghu baynahum innash shaytana kana lil insani aduwwan mubina. Sadaqallohul azim. Bandalarimga aytgin, ular eng go'zal bo'lgan narsani aytsinlar. Albatta shayton oralarini buzib turadir. Albatta shayton inson uchun ochiq oydin dushmandir. Eng go'zal bo'lgan narsadan murod odobli go'zal, biror shaxsni jarohatlamaydigan, mu'minning obro'sini to'kmaydigan va ulug'ligini tushirmaydigan so'zdir. Yana Alloh taolo o'zini kalomida shunday marhamat qiladiki, قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Ba'zilaringizni g'iybat qilmanglar. Sizlardan birortalaringiz o'zining o'lgan birodarini go'shtini yeyishni yaxshi ko'radimi? Ha, yo ko'rasizlar, ha yomon ko'rasizlar. Albatta qo'rqinglar. Albatta Alloh taqvoni ko'p qabul qiluvchi. Ya'ni Alloh taolo tavbani qabul qiluvchi va rahimlidir. Ro'zadan maqsad faqatgina ochlik va chanqoq emas, ziynatlash va odob o'rganishdir. Agar unga mustahkam turilmasa, tilning o'rnida ortiq xatolar bor. Ular yolg'on, g'iybat, chaqimchilik, uyatsiz gaplar aytish, so'kish, fahs, la'natlash, masxaralash, ihtizo qilish va hokazo. Qanchadan qancha e'tiborsiz va o'ylamasdan aytilgan kalimalar o'z sohibini jahannamga yuztuban qilib sudraydi va u yerga tushishga sabab bo'ladi. Til yaxshilik va yomonlikni o'rnidir. U ila zikr va istig'for aytgan kishining ko'zi quvonchi insonlarni u ila so'kib haqorat qilganlarga muvaffaqiyatsizlik bo'ladi. Ey ro'zadorlar, tillaringizni zikrda bardavom qiling. Uni taqvo ila ziynatlab, mas'uliyatidan tozalang. Allohim biz sendan rostgo'y til, salomat qalb va go'zal xulqni so'raymiz. Azizlar, mana bizni darsimizda, ya'ni Ramazon darsligimizda nima haqida ketmoqda gap deb o'zingizlar ham tushundingiz. Allohning kalomidan, hadislardan aytilyapti. Til qanday ro'za tutadi deyapti. Ya'ni darsligimizning asl mohiyati Ramazonda faqatgina qorin to'qligidan emas, qorin och qolishligidan emas. Bu yerda endi tilni saqlashlik ham. Keyingi darslarimizda yana nimalardan saqlamoqlik to'g'risida yana ham to'xtalibroq o'tamiz. Tilni saqlamoqligimiz kerak. Xususan menga ham, sizlarga ham bir eslatmaki, avvalo o'zimga eslatmaki, keraksiz gaplarni gapirmoq. U dinga yomonlik qildimi
u dushmanlik qildimi qo'ying, uni yig'ishtirib qo'ying. Siz ishingiz bo'lmasin. Siz Allohni kalomi bilan Allohni istig'for qilishlik bilan va tasbih, salovatlar aytishlik bilan tilingizni namlang. Keraksiz odamlarni qilgan xatolari bilan, gunohlari bilan ishingiz bo'lmasin. Birovga gap. U o'zi bilan ko'rishib qoladigan bo'lsa, o'ziga ogohlantirib qo'ying, yetadi. Lekin uni birov bilan muhokama qilishingiz o'zingiz uchun bu ziyon. Kerak ham. Tilni ro'zasi ham shu. Islomning odobi ham shu. Hamma narsadan tiyilmoqlik kerak, qo'rqmoqlik kerak. Har bir narsadan. Hali bu tilni saqlashlik to'g'risida hali katta mavzuli darslarimiz bor. Faqatgina Ramazon ro'zasida to'g'ri kelganligi uchun sizlar bilan til qanday ro'za tutadi deganligini to'xtalib o'tmoqdamiz. Tilni saqlamoqlik kerak. Ro'zadan keyin ham ro'zada ham juda qattiq saqlamoqlik kerak. Til bu yomon narsa. Har bir gap chiqyaptiki, har bir gapni ustida hisob-kitob qilinamiz. Har bir yeyilayotgan, isrof qilinayotgan narsamiz to'g'risida ham Alloh o'zi asrasin, jahannamga kirgizmasin, hisob-kitob qilinamiz. Bir narsani yodimizda tutmoqlik kerakki, tilni saqlagan inson o'zi uchun foyda. Rasululloh aytayapti. Muoz radhiyallohu anhu ga aytayaptiki, mana buni tiygin deyapti. Ya'ni tilga ishora qilib aytayaptiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muoz radhiyallohu anhu ga biz gapirgan narsalarimizdan ham tilamiz. Ya Rasululloh dedilar. Ya'ni biz gapirayotgan narsamizdan tutilib qolamizmi? Ya Rasululloh deganlarida u zot so'kdilar. Qanaqa so'kdilar? Onang seni yo'qotsin ey Muoz dedi. Insonlarga do'zaxga faqatgina tillarining hosili yuztuban yiqitmaydimi dedi. Tilni zarari katta ekanligini tushunib yetaylik. Biz Ramazon oylarida turibmiz. Mana 9-kuni ham keldi. Ha demay 21 kun qoldi Ramazonga tugashi. Kechagi oylarda qachon kelarkin deb Ramazonda ham mana 9-kuni ham iftorlik dasturxonda turibmiz. Allohdan so'raylik. Bilib bilmay qilgan gunohlarimizni o'zi Alloh azza va jalla kechirsin. Til ofatidan ham saqlasin. Faqatgina nafsimizni tiyishlik emas, tilimizni ham tiyishlikni o'zi nasib ro'za aylasin. Hech kim bilan ishimiz bo'lmasin. O'zimizni qilayotgan gunohimiz bilan o'zimiz ovora bo'laylik. To'g'ri, ogohlantirishlik kerak, lekin unga birinchi aytib ogohlantiradi. Unga aytmasdan turib hammaga ovoza qilishlik bu yaxshi ish emas. O'zimiz uchun ham, dunyoyimiz uchun ham foyda ish emas, ikki dunyoyimiz uchun. Xato qilayotganda mana darsaning oldiga borib turib, birodarim, mana yerda xato qilyapsiz deb aytib qo'yishimizniki yaxshi, lekin uni xatosini hammaga chatishlik yaxshi emas, chunki bizning qancha gunohlarimiz bor, boshqalarga ko'rsatmayapti, vaholanki bilmaymiz. Shuning uchun tilimizni saqlaylik. Yusuf alayhissalomni surasi, ya'ni Alloh taoloning o'zining kalomida Yusuf surasida aytiladiki, inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Meni hukmim Allohning qo'lida deyapti.
Meni hukmi Allohning qo'lida. Amr qiluvchi ham u deyapti. Bu narsa bekarga bo'lmayapti. Biz bir narsani tushunaylikki, olamlar Robbi bo'lmish Alloh azza va jalla hukm qiluvchi. Biz qalbida nima o'tayotganligini, insonning nima deb yurganligini bilmaymiz. Bizga yomon ko'rinishi mumkin, lekin Alloh azza va jallaning nazarida u yaxshiroq inson bo'lsa-chi, bizdan ko'ra yaxshiroq bo'lsa-chi. Shuning uchun kelinglarda tilimizni saqlab, Ramazon oyida ham, boshqa oylarda ham tilimizni saqlab yuraylik. Allohning kalomida ham aytayapti, tilni saqlanglar deyapti. Ba'zilaringizni g'iybat qilmanglar deyapti Alloh azza va jalla. Aytayaptiki, yana Alloh taolo Isro surasida aytayaptiki, bandalarimga ayting, ular eng go'zal bo'lgan narsani aytsinlar deyapti. Darsligimizda aytdik, ya'ni tilimizni Allohning zikri bilan namlaylik. Birovni ayblari bilan namlamaylik. Kerak emas. Salaf solihlarning yaxshiliklarini gapiraylik. Sahoba-i kiromlarning qilgan ishlarini gapiraylik. Barchalarimizni qilayotgan xatolarimiz juda ko'p. Hisob kitobini Alloh taolo amal daftarimizga yozib turibdi. Shunday amal daftarimizni beradigan bo'lsa qo'limizda shu dunyoda ham. Misol uchun yana aliga boshqa har xil ayolga yig'lab oladigan darajada xatolar qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Ya Alloh o'zi kechirsin. Alloh o'zi kechirsin. Sizlarga misol uchun aytib berdim xolos. Qo'limizga shunday amal daftarimizni beriladigan bo'lsa, bu dunyoda ham, u dunyoda ham yig'lab oladigan holatlar bo'ladi. Shuning uchun biz Alloh azza va jallaning zikridan yuz o'girmaylik, tilimizni Alloh azza va jallaning zikri bilan namlaylik. Tutayotgan ro'zalarimizni o'zi dargohida qabul etsin, gunohlarimizni mag'firat aylasin. Barchalaringizni tutayotgan ro'zalaringizni yana bir bor dargohida qabul etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.